Yusuf alayhissalom qissasi. Yoqub payg'ambarning 12 o'g'li bor edi. Ular Kan'on yurtida yashar edilar. O'g'illaridan birining ismi Yusuf edi. Yusuf juda chiroyli bir bola edi. Bir kuni kechasi u g'aroyib bir tush ko'rdi. Tong otgach tushini otasiga aytib berdi. Men 11 yulduz, quyosh va oyning oldimda ta'zim qilganini ko'rdim. Yoqub payg'ambar bu tushdan Yusufni kelajakda muhim bir inson bo'lishini tushungan edi. Bu tushni aka-ukalaringga aslo aytma, dedi. Chunki ular Yusufga juda hasad qilishardi. Ammo aka-ukalari tush haqida bilib qolishdi. Otamiz Yusufni bizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi, deyishdi. Ular Yusufdan qutulish uchun bir reja tuzishdi. Yusufni o'zlari bilan olib, kimsasiz bir yerga yo'l olishdi. U yerda bir quduq bor edi va ular Yusufni o'sha quduqqa tashladilar. Yusuf quduq ichida shunday qolib ketdi. Endi u yerdan qanday chiqib ketadi? Aka-ukalari yolg'ondan yig'lab otalarining oldiga kelishdi. Ota Yusufni bo'ri yeb qo'ydi deyishdi. Yoqub payg'ambar nima bo'lganini tushundi. Ammo qo'lidan nima ham kelar edi. Endi bizga chiroyli sabr kerak dedi. U dardini faqat Allohga aytib juda ko'p yig'ladi. Yusuf bu vaqtda quduqda yolg'iz o'zi edi. U Allohga duo qilardi. U yerda qo'lidan boshqa nima ham kelardi. Bir qancha vaqtdan keyin u yerga bir karvon kelib to'xtadi. Karvonchi quduqdan suv olmoqchi edi, Yusufni ko'rib qoldi. Buni qarang, bu yerda bir bola bor ekan, dedi. Karvon Misrga ketayotgan edi. Yusufni ham o'zlari bilan Misrga olib ketishdi. Va u yerga borgach, Yusufni arzon narxga sotib yuborishdi. Yusufni sotib olgan kishi podshohning vaziri edi. Uni saroyga olib keldi va xotini Zulayxoga uni berib, unga yaxshi qara dedi. Bizga bir foydasi tegib qolar. Quduqdan omon chiqqan Yusuf saroyda yashay boshladi. Vaqt esa sel kabi tez o'tib ketdi. Yusuf ulg'aydi. Ulg'aygani sari yanada ko'rkam va chiroyli bo'lib borardi. Hech bir insonning ko'zi shu kunga qadar undan chiroylirog'ini ko'rmagan edi. Yusuf juda kelishgan yigit bo'lib ulg'aydi. Uni bir marta ko'rgan, yana qayta ko'rgisi kelardi. Bir marta ko'zi tushgan, yana qayta qaramasdan turolmasdi. Zulayxo ham Yusufga oshiq bo'ldi. U Yusufni juda yaxshi ko'rardi. Hatto uni sevib qolgandi. Bir kuni vazir saroyda yo'q payti u Yusufni yoniga chaqirdi. Lekin Yusuf bormadi. Zulayxo majburlashga o'tdi. Ammo Yusuf uni rad etishda davom etdi. Yusuf Alloh man qilgan ishni qilishni istamayotgan edi va qochish uchun eshik tomon yugurdi. Zulayxo ham orqasidan yugurib yetib oldi. Ayni shu payt vazir saroyga kelib qoldi. Zulayxo erini ko'rar ko'rmas Yusufni unga hujum qilyapti deya tuhmat qildi. Go'yo Yusuf unga biror yomon ish qilmoqchi bo'layotgandek ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shu ish sababidan Yusufni zindonga tashlashdi. U yerda ko'p yillar qolib ketdi. Alloh Yusufga tushlarni ta'bir qilishni ma'nosini o'rgatdi. Kim qanday tush ko'rsa Yusufga kelib aytadigan bo'ldi. Yusuf ta'bir qilgan tushlar aytganidek bo'lib chiqardi. Yusuf zindonda payg'ambarlik vazifasini bajarayotgandi. Insonlarga adolatga, yaxshilikka va ezgulikka chaqirar edi. Yusuf Alloh taoloning ular orasidan tanlab olingan elchilaridan biri, elchi, payg'ambarlardan biri payg'ambar edi. Bir kuni kechasi Misr shohi g'alati bir tush ko'rdi. Tushida 7 ta yashil boshoq va 7 ta quruq boshoq ko'rdi va 7 ozg'in sigir 7 semiz sigirni yeb qo'yganini ko'rdi. Hech kim bu tushni ma'ni anglashini aytib bera olmadi.
Buni ta'birini faqat Yusuf aytib berishi mumkin dedilar. Ular zindonga borib Yusuf payg'ambardan so'radilar. Yusuf payg'ambar yurtda 7 yil to'kinlik bo'ladi. Keyin 7 yil ocharchilik bo'ladi dedi. Va mol-mulkchilik zamonida o'sha kunlarga tayyor turishni aytdi. Podshoh bu gaplar juda yoqdi. Yusuf payg'ambarni zindondan chiqarib G'azni vaziri etib tayinladi. Undan o'lkaga kelayotgan ocharchilikka qarshi tayyorgarlik ko'rishini so'radi. Chindan ham 7 yil mulkchilik bo'ldi. Hajchilik vaqti kelganida esa Yusuf payg'ambar tayyorgarligi qo'l kelgan edi. Mamlakat omborlari oziq-ovqat bilan to'la edi. Hech kim och qolmadi. Ayni o'sha qahatchilik kunlarining birida Yusufning akalari Misrga oziq-ovqat uchun kelishgan edi. Yoqub payg'ambarning yonida faqat Binyamin qoldi. Binyamin Yusufning kichik ukasi edi. U akalari kabi emas edi. Yusuf payg'ambar uni juda yaxshi ko'rar edi. Aka-ukalari kelganda Yusuf payg'ambar ularni tanidi. Yusuf alayhissalom akalariga keyingi safar eng kichik ukalarini ham olib kelishini aytdi. Agar olib kelmasangiz boshqa sizga oziq-ovqat bermaymiz dedi. Ular otamizdan so'raymiz deyishdi. Otalarining oldiga qaytganlarida ota bizga endi ovqat berishmas ekan. Ukamizni ham biz bilan birga yuborsangiz shunday berishar ekan. Xavotir olmang, biz unga ko'z quloq bo'lamiz deyishdi. Yoqub payg'ambar Binyaminni yuborishni xohlamayotgan edi, lekin majbur bo'ldi. Allohga uning uchun duolar qildi. Chunki Alloh himoya qiluvchilarning eng qudratlisidir. Binyaminni ham ular bilan birga yubordi. Yusuf payg'ambar Binyaminni ko'rganda juda ham xursand bo'ldi va mehr bilan uni bag'riga bosdi va unga "Men Yusufman" dedi va boshidan o'tkazgan hamma narsani aytib berdi va Binyaminning u yerda qolishi uchun bir reja tuzdi. Uning xaltasiga podshohning qimmatbaho finjonini yashirdi. Ertasi kuni ertalab aka-ukalar yo'lga chiqishmoqchi bo'lib turishganida xaltalar birma-bir tekshirib chiqildi va qirolning finjoni Binyaminning xaltasidan chiqdi va Binyamin o'g'irlikda ayblandi. Aka-ukalar hibsga olingan Binyaminni u yerda qoldirishga majbur bo'lishdi va otalari Yoqub payg'ambarning huzurlariga qaytib kelishdi. Binyamin sevikli akasining yonida qolgan edi. Yoqub payg'ambar Yusufdan keyin Binyaminni ham yo'qotgani uchun chuqur g'amga botdi. Yig'layverib ko'zlari ko'rmay qoldi. Ammo umidini yo'qotmadi va go'zal sabr bilan Allohga ko'p duo qildi. Biroq vaqt o'tgach, aka-ukalar Binyamindan xabar olish maqsadida Misrga qaytdi. Yusuf payg'ambarning huzurlariga borib Binyaminni afv etishini so'radilar. Yusuf payg'ambar ularga "Ukangiz Yusufga nima qilganingiz esingizdami?" dedi. Ular hayrat bilan "Sen hali Yusufmisan?" deyishdi. Ham hayron qolishdi, ham qo'rqishdi, lekin juda pushaymon edilar. Allohga qasamki, Alloh seni bizdan ustun qildi. Aslida biz aybdor edik, dedilar. Yusuf ularni kechirdi va Robbiga ham ularni mag'firat qilishini so'rab duo qildi. Alloh sizlarni kechirsin. U rahimlilarning eng rahimlisidir, dedi. Keyin ustidan ko'ylagini yechib ularga berdi. Shu ko'ylagini otamga olib boring. Otam bu ko'ylakni ko'zlariga bossin. Shuni sababchi qilib Alloh otamiz ko'zlariga shifo beradi. So'ng oilamizni bu yerga olib keling dedi. Ular Misrdan endigina chiqishgan edi hamki Yoqub payg'ambar "Men Yusufning hidini sezyapman" dedi va ular uyga kelganlarida ko'ylakni olgan Yoqub payg'ambar uni chuqur-chuqur hidlab quchog'iga bosdi. Yuziga, ko'zlariga surtdi. Alloh yana uning ko'zlariga qayta nur berdi. Keyin hammasi birgalikda Misrga Yusuf payg'ambarning yoniga borishdi. Yusufning huzuriga kelishganida Yusuf ota-onasiga peshvoz chiqib, ularni mehr bilan qattiq bag'riga bosdi. 11 aka-uka va ota-onasi Yusufga hurmat va mehr ila egilishdi. Shunday qilib Yusuf payg'ambarning ancha yillar oldin ko'rgan tushi haqiqatga aylandi. 11 yulduz, aka-ukalar, quyosh uning otasi, oy esa uning onasi edi.
Xullas bu hikoya go'zal yuzli, pok qalbli Yusuf payg'ambar haqida edi. Va hikoyalarning eng go'zalidir.